Mana jo'janing ovqatlarini tayyorlab qo'ysak, ertalabga tayyor bo'ladi. Shuni berib ishga ketaman men. Mana ikrasiga misol qo'yamiz, bunda ham bor. Mana bunda ham tayyorlaymiz. Mana yana qilsak bo'ladi. Bular jo'jalar uchun mana tagiga tushaveradi, mana yeyveradi. Ikrasi juda qulay idish ekan, yaxshi. Ichiga qancha solsangiz ketaveradi bu ichiga. To'ldirib solib qo'ysangiz ham ancha paytgacha yeb bitadi maza qilib. Hozircha mana shu bo'ladi bizga. Jo'jalarga ketadi. Endi mana piyozlarni to'raymiz. Piyozlarni indutkalarga ham beramiz. Piyoz, nonlar, ushoqlari bitilganlari bor. Keyin mana bu makka bilan bug'doy beraman, buni indutkaga beraman ko'proq. Kattalariga buni. Qalampirlar indutkalarga ham beraman. Mana vitamindan beraman. Mana vitaminim juda ham yaxshi, tug'ishiga yordam beradi. Hozir indutkalarim quruq bo'lgan, 3-4 tasi yotibdi. G'ozim quruq bo'lgan. Bu g'ozga ham yaxshi, mana g'oz rasmi ham bor. G'ozning tuxumlarini ham ko'rdingiz, katta tuxumlari bor bezorining. Tvorogim juda yaxshi bo'ladi jo'jalarga, qatiq o'rinda beriladi degan. Lekin qatiqimiz ham bor. Mana bular salqin joyga qo'yaman, tayyorlab. Tuxumni qirg'ichdan ertalab o'tkazaman. Hozir qaynatib oldim, tayyor bo'lib turadi. Mana choynakda qaynoq suv bor. Qaynoq suv ham tayyor bo'lib turibdi. Ikkita choynakda ham ertalab shu suvlar, qaynoq suvlarga dorilar tayyorlaymiz. Hammasi tayyor bo'lib tursa, birov bergandek bo'ladi kechasi qilsa. Ertalabda ulgura olmayman buncha narsani qilishga men. Mana lekin dahshat edish ekan, chiroyli ko'rinar ekan mana.